Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, hammaga. Xohlasa ancha uzilishdan keyin mana o'zim efirga qaytyapman. Bugun qiziq mavzularimiz bor. Aksiga olib, Bahodir akam, Qobiljon ham bugun efirda yo'q, ishtirok etisha olmaydi. Ularning o'rnida xohlasa o'zim bo'laman. Hozirda efirimiz eslatib o'taman, YouTube, Instagram va Telegram kanallarimiz orqali efirga uzatilyapti. Kimga qaysi biri qulay bo'lsa, o'tib tomosha qilishingiz mumkin. Telegram va Instagramda bizani kuzatayotganlar YouTube'ga Grand Visa markazi deb yozsanglar, YouTube'dagi sahifamizga chiqadi va o'tdan kuzatish ancha qulay, o'tda yaxshiroq, ham tezlik yaxshi, ham kачествоsi ancha yuqori bo'ladi va eng muhimi sizlar o'tda savollar berishingiz mumkin. Mana shu savollaringizga men javob berishga harakat qilaman. Undan tashqari bugun o'zi asosiy mavzularimiz yaqinda Amerikada yangiliklar bo'ldi, ko'rayotgan bo'lsanglar, Donald Trump bir nechta yangiliklar e'lon qildi. Bulardan eng muhimi hozir hammaga o'ylantirayotgan narsa studentlarni efirga studentlarni viza suhbatlariga kirishi to'xtatildi. 19-maygacha joy olganlar oldi. Undan keyin hozir joy olib bo'lmayapti. Studentlar bu nafaqat bakalavrda o'qimoqchi bo'lganlar, balki til kurslarida o'qimoqchi bo'lgan studentlarimiz uchun ham bu taalluqli masala bo'lib turibdi. Menga bitta telefon beringlar, men YouTube'da savollarni o'qishim uchun. Xo'p, eslatib o'taman, jonli efirimiz YouTube, Instagram va Telegram kanallarimiz orqali efirga uzatilyapti. Bizani Instagram va Telegramdan kuzatayotganlar YouTube'dagi efirimizga o'tishlarini ham tavsiya qilaman. YouTube'da Grand Visa markazida qidirsanglar bo'ladi. O'tda sifat ancha yaxshi va albatta savollar yo'llasanglar bo'ladi. Mana shu savollaringizga javob beramiz. O'zi ancha bo'luvdi efirga chiqmaganimga ham, boshqasiga ham, xudo xolasa mana bugun sizlar bilan ko'rishib, ancha gaplashamiz. Va Instagramda meni ham o'zimning sahifamdan efir uzatilyapti. O'tda ham kirib savollar bersanglar bo'ladi. Bugungi mavzularimizga qaytamiz. Donald Trampning mana shu yengilligi va undan tashqari hozirgi paytda Amerikaga qanaqa yo'llar bilan viza olish imkoniyatlari bor, mana shular haqida gaplashamiz. Va YouTube'dan kuzatayotganlar bizlar uchun juda ham muhim, sizlarni like bilan qo'llab-quvvatlashinglar. Xudo xolasa mana shu YouTube'dagi like'larimiz soni 100 taga yetgandan keyin Donald Tramp'ga yana bir e'lon qilgan yengilligi bor. Bu nima? Amerikaga kirmoqchi bo'lgan noqonuniy yo'llar bilan immigratsiya qilmoqchi bo'lganlar uchun juda ham muhim xabar va ularga yordam berganlarga ham, mana shu yo'llar bilan kirmoqchi bo'lganlarga ham juda ham katta sanksiyalar e'lon qildi. Mana shu haqida gaplashamiz, tushuntirib beraman va qanaqa yo'llar bilan to'g'ri kirib o'tib ketsanglar bo'ladi, bular haqida ham gaplashamiz. Endi kelinglar boyaga o'sha Donald Trump birinchi e'lon qilgan o'sha yengilligiga qaytamiz. Bu studentlar uchun, ya'ni Amerikada o'qimoqchi bo'lgan, o'zi mana hozir shu mavsum o'qishga topshirish, o'qishga ketish mavsumi va bu birdaniga to'xtab qolgani ko'pchiligiga katta bir shok bo'lib qoldi va odamlar tushunmayapti, dальше nima bo'ladi, keyingi ahvolimizda qanaqa bo'ladi. Instagramda men profilimda ovoz bormi, tekshirdinglar? Keyin YouTube'ga beringlar, savollarni o'qishimga bitta. Xo'p, bu o'zi nima bo'ldi? Amerikada yaqinda ozgina studentlar bilan bog'liq muammolar bo'lgan va mana shuni ular endi oldini olish uchun, shuni bahonasi deymiz, shuni bahonasida Trump vaqtincha to'xtatib qo'ydi. Sababi nima ko'rsatilyapti? Mana shu DS anketalarni to'ldirish paytida ular qo'shimcha ma'lumotlar olmoqchi. Ya'ni ko'proq shu
ijtimoiy tarmoqlar haqida va elchixonaga suhbatga kirganda mana shu student vizaga topshiruvchilarning ijtimoiy tarmoqlarini yaxshilab tekshirish va ular o'zi qiziqishlari nimada, Amerikaga o'sha zararli narsalarga, oqimlarga подписка tashlamaganmi, mana shu narsalarni ham tekshirib olish maqsadida ular mana shu sistemani yangilamoqchi. Endi bu menimcha hali bir uzoq davom etadigan narsa emas. Uzog'i 1-2 oyda bu narsa hal qilinishi kerak va yangilanib yana oldingi holatiga qaytishi kerak. Nimaga? O'zi Amerikaga studentlarni oqimi to'xtab qolishi bu juda katta ekonomikaga ham juda katta minus beradigan narsa. Chunki Amerikada har bir student borib o'qiganda kontrakt to'laydi, kelib yashaydi, yashaganning o'zida qancha xarajat qiladi, ekonomikaga juda katta pul olib kiradi va bu birdan bu narsani yo'qotib qo'yish ertaga bu o'rnini Amerikani o'sha e'lon qilayotgan tariflari ham bosib bera olmaydi. Shuning uchun bu o'ylayman uzoq muddatga emas va butunlay Amerika studentlardan voz kecha olmaydi. Bu ma'lum bir muddatda 1 oy, uzog'i 1,5-2 oyda bu narsani hal qilinishi kerak va yo'lga avvalgi iziga tushib ketish kerak. Ana shundagina studentlarning ishi yana davom etadi. Xo'p, eslatib o'taman, YouTube'dan bizani kuzatayotganlar, xudo xolasa savollar bersanglar, savollaringizga ham javob beraman. Va albatta, savol berishdan oldin bitta like bosib qo'ysanglar, xudo xolasa mana shu YouTube'dagi videolarimiz o'zi ancha aktivlari tushib qopti. Mana shuni aktivlarni yana qaytarishimiz kerak va qancha sizlar ko'p like bossanglar, efirimiz yana shuncha ko'p odamga borib tarqaladi. Shuni qo'llab-quvvatlashingizdan, sizlarning savollaringizga javob berish xudo xolasa bizdan bo'ladi. Assalomu alaykum. Aka, Green Card yutib chiqqan, faqat 3 ta farzandimning familiyasini oldiga D harfi qo'shilib qolgan. Muammo bo'lmaydimi debdi. Qarang, bu yerda juda ham bir qo'rqinchli muammo emas. Ya'ni savol tushundinglar, odam mana Green Card yutyapti. Ko'pchilikda o'sha muammolar bo'ladi. Ismida harf qo'shilib qoladi, nimadir yo'q bo'lib qoladi. Bularni farzandlarini ismlarida shunaqa D harfi boshiga qo'shilib qolgan ekan. Bu qo'rqinchli bir narsa emas. Agarda bu xato sizni, ya'ni главный applikantni anketasida kamchiliklar bo'lganda, shundagina bir juda bir atkazga olib keladigan sabab deb qarashimiz mumkin bo'lardi. Lekin hattoki bunaqa holatlarda ham juda ham ko'p bo'ladi, viza olib ketishadi. Bu asosan shu elchixonaga kirganda suhbat jarayonida tushuntirib berishga bog'liq, qanchalik darajada siz tushuntirib bera olasiz va shunga qarab sizga viza berish, bermaslik hal qilinadi. Endi sizning holatingizga keladigan bo'lsak, siz главный applikantda xato yo'q, bu sizning farzandlaringizda xato. Bu bemalol harakat qilsangiz bo'ladi. Xudo xolasa aynan shuni sababi bilan sizga yetkazib bermaydi. Undan xavotir olmang, chunki men o'qitimda, tajribamda bunaqa mijozlarim juda ham ko'p bo'lgan, hammasiga qilib berganmiz, bemalol vizani olib ketishgan. Harakat qilsangiz bo'ladi. Davolanishga borib, davolanish majburiymi debdilar. Endi Amerikaga siz agarda davolanishga boradigan bo'lsangiz, albatta shu klinikaga kirib, bitta tekshiruvlardan o'tib, doktor bilan gaplashib chiqishingiz kamida sizga juda ham foyda beradi. Keyinchalik ham ertaga misol uchun vdruk nimadir bo'lib O'zbekistonga qaytib kelib, keyin yana boshqatdan viza olaman deydigan bo'lsangiz, atkaz berish ehtimoli bor. Qachonki siz ko'p olib ketasiz, davolanishga deb o'sha yerda davolanmaysiz va bunda sizga atkaz beradi. Lekin siz rostdan borib klinikaga kirib, qanaqadir tekshiruvlardan o'tib, ma'lum bir darajada o'sha kasalingizni baribir davolash kerak. Shu davolash kurslaridan o'tsangiz, bu juda ham yaxshi viza istoriyangizga ham, o'zingizni sog'lig'ingizga ham. Assalomu alaykum. Schengen viza qilyapsizlarmi? Viza qayerga qilyapsizlar? Endi bu Schengen vizalar haqida ma'lumotlarni ofisda olishingiz mumkin. Bu haqda
telefon orqali yoki efirlarda biz ma'lumot bera olmaymiz. Bu faqatgina ofislarimizda yuzma-yuz konsultatsiyada olsanglar bo'ladi bu haqda ma'lumotlarni. Xo'p, Instagramni kuzatayotganlar ham Kanada vizalari o'rtacha 4-5 oy shunaqa muddatda chiqyapti. Endi kimgadir 1-2 oyda ham chiqishi mumkin, bir hafta 10 kunda ham chiqishi mumkin. Lekin o'rtacha hammada chiqayotgan holati bu 4-5 oyga olishinglar kerak bo'ladi. Samarqand ofislarimiz bor. Samarqand va o'z asosiy ofislarimiz faqatgina Toshkent va Samarqand shaharlarida joylashgan. Telegram kanalimiz bor. YouTube videoni opisiyaga o'tsangiz, silkalar bor. Mana shu silkaga o'tib, YouTube kanallarimizni kirib ko'rsangiz bo'ladi. Bemalol shu yerda ma'lumotlar olasiz. Xo'p, kelinglar mana Amerikaga oxirgi paytlarda O'zbekistondan qanaqadir ma'noda vizaga topshiruvchilarni qiziqishi ancha kamayib qoldi deb hisoblayman, chunki orada boshqa davlatlar paydo bo'ldi. Ko'pchilik hozir mana Yevropaga qiziqyapti, Yevropaga ishlashga yo'lga borib ishlash ancha osonroq deb biladi va shuning uchun harakat qilyapti. Lekin men o'zim Yevropada bo'lganimda shu narsani guvohi bo'ldim. Ish o'rinlari ko'p, ya'ni yevropeylarning o'zi ular ham mana bizda yaxshiroq joyda, oylik kattaroq joyda ishlaganimizga kelganidek, yevropeylarning o'zi ham harakat qiladi, yana ham yaxshiroq joyda, yana ham kattaroq oyliklarda ishlashga. Misol uchun mana bizga borib mana Latviya, Litvada, Polshada ishlashadi ko'pchilik, u yerda 1,5 ming oylik olsa ham bu yaxshi deb hisoblashadi. Lekin ularning o'zi o'sha polshaliklar, Latviya, Litvaliklarning o'zi bu oyliklar ularni qoniqtirmaydi va ularning o'zi yana ham g'arbiy Yevropaga ko'chib ketishga harakat qiladi. Bular shu Fransiya, Germaniya, yo'q, Angliya kimga omadi kelsa, mana shu joylarga borib ishlashni xohlaydi ularning o'zi. Ishchilarning migratsiyasi ham doimiy ravishda davom etgani uchun bo'sh ish o'rinlari doimiy ravishda paydo bo'ladi va ularga faqatgina yaxshi kadrlar kerak. Bizani oxirgi paytlar mana shu O'zbekistondan yoki O'rta Osiyodan borib ishlamoqchi bo'lganlarni eng katta kamchiligi bo'lyapti. Prosta menga viza qilib ber, nimadir zavod oddiyroq ish bo'lsin, cho'nani hamma qo'ldan kelani shu yerda ishlayman deb keladi. Lekin bunaqa holatda bo'ladigan bo'lsangiz, sizlar bir birinchidan yaxshi ishga joylasha olmaysizlar. Ikkinchidan o'zi bunaqa ish topishlarni o'zi muammo, chunki konkurensiya juda katta. U qo'lidan og'ir, nima deydi, qanaqadir hunar talab qilmaydigan, qanaqadir ma'lum bir naviklardan talab qilmaydigan kasblar albatta konkurensiya katta bo'ladi. U yerda sizdan boshqa ham juda ham ko'plab odamlar harakat qiladi. Shuning uchun unaqa joylarda ish topishingiz ham qiyin, ish topishingiz ham yaxshi maosh ola olmaysiz. Men nimani tavsiya qilaman? Hunar o'rganinglar. Любой hunar, qanaqadir boshqa bir odamlardan ajralib turish uchun. Oddiy misol, ekskavator haydashni o'rganinglar. Ekskavator, oddiy misol, KAMAZ haydashni o'rganinglar. Kattaroq mashina haydashni o'rganinglar. Yoki-da qurilish sohasida bo'lsanglar, o'sha bo'yashlarni yaxshilab tushunib olinglar, bilib olinglar. Va u yoqqa borgandan keyin imенно o'zingizlarning hunaringlarni etib ishlaydigan bo'lsanglar, birinchidan katta pul to'laydi, ikkinchidan ana ish beruvchining o'zi siz o'sha ketmagan, men qancha desam ham beraman, men ishlagan deb qoladi. Chunki nechta o'zbeklarni ko'rdim, rostdan qo'lidan ish keladi. O'sha ish beruvchisi bilan, xo'jayini bilan shunaqa bo'lgan, xo'jayini o'zi unga uy qilib bergan, xo'jayini o'zi
polni ovqatini ta'minlab beradi. Даже manda ketib qolmaganda shu oilasini ham olib kelib beryapti. Nechta o'zbeklar oilasi bilan yashayapti, nechta o'zbek mana endi oilasini olib kelyapti Yevropaga. Xo'jayinini o'zi yordam beryapti bu narsaga, ish beruvchini o'zi yordam beryapti. Shu bildingizmi? Mendan ketib qolma, men ishni hamma sloveniya qilib beraman. Chunki ana odamning qo'lidan ish keladi. Ana xo'jayin bunaqa bu ishsiz ketib qolsa, bunaqasini yana yillab qidiradi. Shuning uchun ham ushlab olgan. Mana shunaqa bo'lishingiz kerak. Qo'lingizdan bir hunar bo'lsa, bemalol borib yo'lda ishlaysizlar. Shuning uchun Yevropa ishiga ketishdan oldin hunar o'rganib oling. Istalgan hunar, nima qo'lingizdan, nimadir sizlarni foydaliligini bildirib turadigan narsa bo'lsin. Ana angliz bu boraman, zavodda ishlayman, turib olib stanokda buni olib yoqqa qo'yib tursam bo'ldi. Yo'q. Уже robotlar bu narsani qilyapti. Sizlarga уже bu narsada non yo'q. Nimadir foydali narsani o'rganmasanglar qolib ketamiz, juda qolib ketamiz. Shunga e'tibor beringlar. Xo'p, o'rtoqlar eslatib o'taman, jonli efirimiz YouTube, Instagram va Telegram kanallarimizda efirga uzatilyapti. Kimga qasd bo'lib qulay bo'lsa o'tib ko'rsanglar bo'ladi. YouTube'da albatta sifat ancha yaxshi va savollar bersanglar mana men mashhur o'tirib javob berib o'tiribman va undan tashqari albatta YouTube'ga o'tib videoga like bosib qo'llab-quvvatlashinglarni so'rardim, chunki efirda qancha like bo'lsa, demak shuncha ko'p odamga qiziq bo'layotganini bu bildiradi. Va qancha ko'p odam ko'rsa, qancha ko'p odamga foydasi tegsa biz ham xursandmiz va mana shu orqali bizning motivatsiyamiz oshadi, yana ham efirlarga ko'proq chiqishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. F1 viza bo'yicha elchixonaga kirdim va o'tkazib oldim. Endi nima qilsam bo'ladi? Vizadan, Amerika vizasidan o'tkazib olgandan keyin eng birinchi navbatda analiz qilishingiz kerak siz o'zingiz. Ya'ni suhbat jarayoni qanaqa bo'ldi? Qayerda nimadir xato qilgan bo'lishingiz mumkin suhbatda. Konsul sizdan nima savolni so'raganini esingizda bor edi, qog'ozga yozib oling va primerni nima javob berganingizni ham yozib oling. Chunki vaqt o'tgandan keyin bu narsa esingizdan chiqib ketadi va o'sha 1-2 oydan keyin men sizdan so'raydigan bo'lsam, ertasiga kirdim, hech narsa so'ramadi ham. Nima ketyapsan? Asosiy narsalar qoladi, lekin detallar sizdan chiqib ketib qoladi. Konsul javob berganingizda mimikasi qanaqa o'zgardi, sizga qanaqa reaksiya bildirdi, qaysi savoldan, qaysi javobingizdan keyin nimadir savol bergan bo'lishi mumkin qo'shimcha. U qaysi savoldan keyin tug'ildi. Mana shularga e'tibor bergan holatda savol o'sha suhbat jarayonini bitta analiz qilib olishingiz kerak. Bu birinchisi. Ikkinchisi, suhbat jarayonida berilgan savollar, dokumentlaringizni so'ragan bo'lishi mumkin. Necha pul olib ketyapsan deb so'ragan bo'lishi mumkin. Sponsoringiz kim? U necha pul topadi? Yoki просто sponsoringiz kim deb so'ragan bo'lishi mumkin. Bunaqa holatlarni odamlar tushunmay qoladi. Ya'ni Amerikaga ketishdan maqsad degani o'qishga ketolman, o'qib keldik. Bo'ldi. Sponsoringiz kim desa, amakim, xolam, o'g'li, yoki adamlar. Bo'ldi. U yerda noma'lum birinchi navbatda siz qayerga ketyapsiz, nima o'qishga ketyapsiz. Sponsoringiz o'zi sizga kim bo'ladi, nimaga u sizga sponsor, o'zi nima ish qiladi, u qayerdan pul topadi, nech pul topadi, bular haqida unda ma'lumot yo'q va ular so'rab ham o'tirmaydi. Nimaga? Ularda o'zi vaqt yo'q. Va bu narsani bildirish sizga kerak. Konsul o'tiradi, har bitta kelgan odamni u Amerikada potensialni qolib ketadigan inson deb qabul qiladi. Uni fikrini o'zgartirish bu sizning qo'lingizdagi narsa, bu sizning problemangiz. Agarda uni mana shu fikrini o'zgartira olsangiz, yo'q bu qolib ketmasdi, demak qolib ketmas ekan. Bu demak qaytib kelarkan yoki o'qirgan usta deb fikri o'zgarsa, shunda viza beradi. Bo'lmasa viza bermaydi, unda foydasi yo'q. Buni o'zgartirish sizning muammongiz bo'lgani uchun bunga siz harakat qilishingiz kerak. Konsulga farqi yo'q. U sizdan tashqari nechta odam bilan gaplashish kerak, vaqti yo'q. Tez sizga ketkazasiz, u sizga отказ bersa uni hech kim urushmaydi. Naborot sizga viza bersa, ertaga o'tda qolib ketsangiz, qoidani buzib qo'ysangiz, uni urishadi. U shundan qo'rqadi, undan ko'ra sizga отказ bergani unga oson. Shuni bilib oling. Harakat qiling, fikrini o'zgartirishga, to'g'ri ma'lumot berishga, qiziq ma'lumot kerakli yetkazib berishga. Shundagina sizga foydali bo'ladi.
Xo'p, o'rtoqlar, YouTube'da kuzatayotganlar va boshqa platformalarda bizani kuzatayotganlar YouTube kanalimizga o'tib, podpiska tashlab, like bosib qo'yishlarini so'rardim, chunki YouTube'imiz ancha tushib qolibdi. Qancha oldin efirimizdan o'zida bir 300 ta 400 ta odam bo'lardi. Hozir ancha tushib qolibdi. Shuni bir yaxshi jonlantirishimiz kerak. Mana shunda bizani ham motivatsiyamizni ham oshirardi. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar degan umiddaman. Shuni so'rayman sizlardan. Va eng muhimi, sizlar uchun YouTube'da savollar yozsanglar, bu savollaringizga men javob beraman. YouTube'dan Grant Viza markazi deb qidirasizlar. Matkarimov, rahmat. Hozir savollarni o'qiymiz mana. Green Card suhbatlari nega belgilanmayapti iyul oyi uchun? Paket kutish kerak. Hozir kutishimiz kerak. Может, уже yaqin kunlarda rezultatga chiqishi mumkin bu narsani. Lekin hali bir Green Card tatmin bo'ldi, Green Card to'xtadi degan narsa yo'q. Bu narsani bemalol xato qilmasanglar bo'ladi va bunga biron bir sabab ham yo'q. Faqatgina o'sha studentlar bilan bog'liq, studentlarning o'chirti bilan bog'liq muammolar bor. Hozir to'xtatildi, muzlatildi, bu haqida gapirib o'tdim. Nimaga bo'lishi va qachon chiqishi. Premyerni men kutyapman, bir oyda o'zgaradi, chunki shu sistema yengillansa bo'ldi. Mana shunda. Assalomu alaykum, sizlarni ofisingizga Angliyaga o'qishga shartnoma qilgandim, lekin hali jarayon boshlanmagan. O'qishga kech qolmayman, javob rahmat. Junior School Angliyaga shartnoma qilgan bo'lsangiz, biza tomonidan o'zi ish boshlanib bo'layotgan bo'lishi kerak. Может, bu haqda siz yaxshi ma'lumotga ega emasdirsiz. Bizning Telegram kanallarimiz bor va call centerimiz nomeri bor. Siz bilan ishlayotgan menejerga birinchi navbatda bog'laning va ikkinchi navbatda bizning call centerimiz bor. Ertaga 10 dan 6 gacha qo'ng'iroq qiling va o'zingiz haqingizda ma'lumot qoldiring. Men shunaqa sizlarni mijozinglarman. Ism familiyam shunaqa deysiz. Mana shu yo'nalish bo'yicha demak shartnoma qilganman. Ishimni tekshirib bering desangiz, sizni ishingizni tekshirib tushuntirib berishadi, qanaqa stadiyadaligini. Bizning mijozlarimiz ham efirni kuzatishadi. Siz bilan ishlayotgan menejer bor, har biringizni biriktirgan. Mana shu bilan aloqada bo'lib turasizlar. Agarda birontalarga aloqaga chiqmasa, bizning alohida yana portalimiz bor. Tekshiruv u do'g'ri qilgan mijozlarimizga o'zlariga aloqaga chiqishadi 3-4 kundan keyin va mana shu nomerlarni saqlab qo'yamiz. Saqlab qo'yasizlar va ularga chiqib жалоба qilsanglar bo'ladi. Agar bironta bir menejer sizlarga vaqtida javob bermasa yoki bir ishdan qoniqmasanglar, bemalol ularga chiqib жалобаңlarni aytsanglar bo'ladi. Sizlarga уже man yoki Qobiljon chiqib ishlarni hal qilib muammolarni yechib beramiz. Bu yerda muammo yo'q. AQSh vizasi endi bo'lmayapti deb sizlar AQSh vizasini kim bo'lmayapti dedi. Men o'zim ham narsa deganim yo'q. Donald Trump mana shu yengilligi bor. Shu haqida aytib o'tdim. Assalomu alaykum. Student uchun Yevropa davlatlariga kankulda hozir tezroq ketadigan davlat bormi? Oktyabr oyigacha misol uchun. Studentlar uchun o'qishga deydigan bo'lsangiz, endi Polsha ham ancha vaqt oladi. O'sha may keldi, iyun kelyapti. Harakat qilish kerak. Work and Travel programmasi bor, Germaniya bo'yicha mana shunga harakat qilsangiz bo'ladi, yaxshi variant. Lekin o'tgan yili muammolar bo'lgan o'chirtlar bilan bog'liq, shuni ham bir hisobga qo'yishingiz kerak, Yevropani xohlayotgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum. Meni ukam o'tgan oy Amerika konsuldan bo'lsa kerak, biznes bo'yicha atkaz oldi. Endi nima qilsak bo'ladi? Boya xuddi shu narsa bo'yicha tushuntirib berdim. Analiz qilishingiz kerak, o'zi nimaga atkaz berdi. Iloji bo'lsa bir ofisimizga keling, o'tirib gaplashamiz. Bizda konsultatsiyalar mutlaqo bepul. O'sha qilgan hujjatlaringizni ham olsangiz, hammasini ko'rib chiqamiz. Qayerdadir nimadir kamchiliklar bo'lgan bo'lsa aniqlaymiz va shuni keyin bartaraf etish yo'llari bo'yicha maslahatlar beramiz. Keyin o'zingizdan harakat qilib ko'rsangiz bo'ladi.
Kanada ish vizaga topshirganda приглашение qanchada keladi? Приглашение qanchada kelishiga bu работодательga bog'liq. Birinchi navbatda siz работодатель bilan bog'lanishingiz kerak. Bu yerda mana Kanada, Angliya, Yevropada ishga topshirishda har xil yo'llari bor. Misol uchun, ya'ni 3000-4000 dollarga qilib berishadi. Bunaqada ular o'zi tayyor работодатель bo'ladi, ular bilan bog'lab beradi yoki mana shunaqa работодательlarni siz uchun ular qidiradi. Yana bir varianti bor, shu oddiyroq, bu kam xarajat varianti. Ish beruvchilar bilan o'sha e'lon qilgan vakansiyalar bo'yicha ularga o'zingizning rezyumelaringiz yuboriladi. Mana shu rezyumelarni yuborsangiz, ular ko'rib chiqadi va ularning orasidan ularga qiziq bo'lganlarni ular tanlab oladi. Va tanlab olgandan keyin ular sizga atvet beradi va bu ular bilan bog'langan holatda ishingiz bitadi va bu yerda juda ham kam xarajat, arzon va ko'pincha omadingiz kelib qolsa, ish beruvchining o'zi hamma xarajatlarni qoplab beradi. Bu yerda bir ortiqcha xarajat qilmaysiz. Mana shunaqa yo'llar bilan qilsangiz bo'ladi. Konsullik kayfiyatiga ham bog'liqmi viza berish bermaslik debdilar. Bu juda ham ko'p yillar bilan bu narsa bu savollar odamlarni qiynaydi. Hozir shu haqida gaplashamiz. Konsullik kayfiyatiga bog'liq joyi bor. Juda ham bog'liq joyi bor. Shuning uchun ham men elchixona suhbatiga tayinlaganda aytaman, kuzatib turinglar, konsul qanaqa gaplashyapti, qaysi konsul kayfiyati qanaqa. Shunaqa holatlar bo'lgan. Bitta mijozim, men o'ylaganman, u odam viza oladi deb. Chunki viza istoriyasi juda ham kuchli bo'lgan. Avstraliya ham, Kanada vizalari bo'lgan. Chiqmagan joyi bo'lmagan почти. Ish joyi ham yaxshi ishlaydi. Unaqa Amerikada qolib ketadigan odam emas. Umuman qolib ketadigan odam emas. Prosta chiqib, dam olib, pul ishlatib keladigan odam. Hamma yoqda shunaqa bo'lib kelgan. O'zbekistonda hamma narsasi bor, uy joyi, boshqa narsasi bor, yashaydi, maza qilib, hamma yoqqa dam olishga chiqadigan odam. Kiryaptilar elchixonaga, suhbat deb beryaptilar. Mendan oldin bittasi deyapti, ushib ketdi konsul bilan. Bitta bola, yoshroq bola ushib ketdi konsul bilan. Nimaga menga viza bermayapsan? Nimaga отказ beryapsan? O'zi ham mana bola bechara 5 marta kiritdim, 6 marta kiritdim. Shunaqa kirdim. Birontasida meni eshitmaysan, 1-2 marta отказ berasan, yo'q, ushib ketdi. Ani konsul iltimos tark etdingiz deb, ani oynasini yopib qo'ygan. Ani konsul oynasi qarab tuplab, boshqalar qilib sindirmoqchi bo'lganda aqlini chiqib ketgan uni. Topdilar, mash boladan keyin topdilar bir 15 ta odamga podrat отказ berdi topdilar. Birontasini eshitgani yo'q. Bordi, pasportini oldi, o'sha отказ qog'ozini ichiga solib qaytarib beribdilar. Bu janu odam konsullik minerasi buzib qo'ygan, shuning ichida ana odam ham отказ olib ketgan. Bunaqa holatlar bo'lib turadi. O'sha anu konsul nasrenasi buzilgandan keyin u ham отказ, unga boy aytgan gapim, ne отказ berganingga hech kim uni urishmaydi. Nimaga отказ berding deb. Lekin viza berganiga urishadi. Noto'g'ri odamlarga, shu qolib ketadigan odamlarga berib qo'ysa. Shuning uchun ularga отказ berish hech bir yuragini ham jizitadigan narsa emas. Anu bolani qilgan aybiga shuncha odam keyin отказ oldi. Va u odamlar nima keyslar bilan, nima harakatlar bilan bechoralar kirgan. Bularni posolstvaga pul to'lab kiryapti, bo'lmasa shu suhbatdan o'tish uchun pul to'lab kiryapti. Farqi yo'q. Kayfiyatga bog'liq degan joy bor. Shuning uchun ham kuzatinglar, suhbatga kirganda qanaqa gaplashyapti, nasrenasi qanaqa. O'chirtinglar, mana jonli bo'ladi. Jonli o'chirda kelib turasizlar. Agar shunaqa holatda oldindan bilmaysiz, qaysi konsulga tushishingizni, misol uchun kelyapsiz, qaysi bo'sh bo'lsa, o'shanga o'tib ketaverasiz. Lekin primerni o'lchab bilsangiz bo'ladi. Qaysiga primerni tushishingiz mumkin. Mana shu holatda agarda shu yomon kayfiyatli konsulga uchragan bo'lsangiz, iloji boricha o'chirtingiz, nimadir qilib orqaga o'tib olishga, boshqa narsa qilishga harakat qilib ko'ring. Chunki kayfiyati yo'q, konsul baribir. Endi bu shunaqa bo'lgan holatlarni biz bilamiz, lekin bu kitobida yozilmagan narsa. Ya'ni qonunan konsul o'zi aytishi mumkin, men kayfiyatim bunga ta'sir qilmaydi, men ishimga ta'sir qilmaydi kayfiyatim. U unaqa deydi, to'g'ri.
Lekin bizni bo'lgan voqealardan kelib chiqib mana shunaqa deymiz, juda kayfiyat tasavvur qilgan holatlar juda ko'p bo'lgan. Mana shunaqa o'rtoqlar, hozir mana Ibrohim akam bizga qo'shilmoqchilar, xudo xolisa qo'shilsa-da, ular ham savol javoblarda ishtirok etadilar. Yana bir bor. Assalomu alaykum, charchatsa. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, charchamayapsizlarmi? Tushunsa savollaringiz yaxshimi? Bugun avvalambor seni ko'rib turganingizdan xursandmiz. Ukam sog'ayib ketdi. Inshaalloh bilasizlar, ukamiz operatsiyadan chiqib, aslida shu hayot sinovlaridan o'tdi. Shuning uchun shifo tilab qolamiz endi ham. Bizni primoy efirga birga olib borayotganimizdan o'zim ham xursandman. Tak, endi ketdi. Trampni savol javoblarini, endi o savol javobga men qaytaman, agar ruxsat bersanglar yangiliklar haqida aytmoqchiman. Hozirgi kunda Tramp bilasizlar, что studentlarga qarshi urush boshlagan. Amerika AQSh prezidenti qanaqa ma'noda qarshi urush? Ya'ni yomon studentlarga, ya'ni to'g'ri o'qimayotgan, borayotgan, nelegalizm qilayotgan studentlarga qarshi hukumat o'z choralarini ko'rmoqda. Endi qarshi urush desam hozir qaytib bo'lib ketishi mumkin, shuning uchun to'g'ri, ya'ni diplomatik tilda tushuntirishni olib boraman. Xo'p, u narsa qanaqa? Qaranglar, studentlar, ba'zi bir studentlar Amerikada miting chiqqan. Ba'zi bir studentlar qanaqadir religiozniy narsalarga qo'shilib qolgan. Ya'ni Instagramlarida chiqib kelgan, nimadirlar bo'lgan, ish qilib to'g'ri o'qishmagan. Shuni ta'siriga boshqa hozir studentlar ham stradat qilib qolishi mumkin. Ya'ni ularga ham ta'sir qilib qolishi mumkin. Shuning uchun hamma Instagramini to'g'rilasin. Mana hozir bizda ham profilaktik ish SMM bo'yicha olib ketyapti. Bilinglar do'stlar, o'zidan o'zi like bosib qo'ymanglar. Bilmasdan, ko'rmasdan turib videoni. Даже o'zidan o'zi mana bilasizlar, Instagramni ochganingizda arabcha yozuvlar keladi, salovatlar bilan, misol uchun sizlar ma'nosini tushunmasanglar, like bosib yormanglar. U boshqacha ma'noda ham bo'lishi mumkin. U narsa hozir nafaqat bizda, даже posolstvolarga ham ta'sir qilyapti, chunki amerikanskiy posolstvo bu narsani juda sinchkovlik bilan tekshiryapti. Chunki hozir bilasizlar, sun'iy intellekt rivojlanib ketgan, sun'iy intellekt orqali bu odamni qanaqaligini bilib olsa ham bo'ladi bemalol. Shunga do'stlar, har bitta narsaga like bosishdan oldin, komment yozishdan oldin, kimgadir obuna bo'lishdan oldin juda yaxshilab o'ylanglar. Chunki bu narsa o'zingizlarga qarshi ishlab qolishi mumkin. Nafaqat Amerika, balki bizning davlatda ham. Bu narsa nimaga to'g'ri keladi? Bizda mana yoshlarni oldini olish, yomon yo'lga kirib ketish, yomon narsalarga berilib ketish yo'lini olishga shu narsaga yordam beradi. Mana shu narsani yo'lini oladi. Shuning uchun mana bizning davlatimiz, Amerika hukumati ham shu narsani inobatga olgan holatda mana bizning davlat sotsial filtr qo'ygan bo'lsa, Amerika davlati esa studentlarning o'z nimaga ko'ziga tushib qoldiki, chunki studentlarimiz notda faqat bizning emas, boshqa davlat studentlari ham bo'lgan. Ular miting ko'tarib, ish qilib, hozir hammasiga ta'sir qiladigan qilib qo'yishgan. Shuning uchun ehtiyotkorlik davr talabi, o'z-o'zini ehtiyot qilamiz do'stlar. Xo'p, suhbatga keladigan bo'lsak, menimcha men o'ylashim bo'yicha mana Muhammad ukam aytgandek, suhbat bu oson narsa, har bir narsa e'tibor berish kerak va bilasizmi, o'zimni olib qaraganda hozir janob Tramp davridagi prezidentlik davridagi vaqtlarida vizalar berishi ko'p. Unaqa kamaytirmadilar, misol uchun zapret qo'yilmadi. Nabrot hozir bizani bilasizlar, yaqinda tashqi ishlar vazirligimiz Amerika hukumatiga, ya'ni 30 kunlik vizasiz rejimida Amerika fuqarolarini olib kirish uchun talabnoma yozilgan. O'sha talabnoma yozilgani uchun ham Amerika fuqarolari yaqinda 30 kunlik bezviza rejim bizga kirishi mumkin. И также bu narsani plus tarafi, что bizani fuqarolar ham Amerikaga chiqishi yengillashadi yanada ham. Va Amerika oldinga qaraganda nedostupniy emas, nabrot hozirgi vaqtda dostupniy ko'p bo'ladi, ya'ni vizalarni ko'p berishni boshlagan. Bu nimaga yana plus? Bu Kanada viza berishni ham ko'paytiradi. Sabab nimaga? Bilasizlar, Kanada, Amerika bu bitta baza, ya'ni British bazaga qaraydi. Yana nima plus? Angliya viza berishni ko'paytiradi, Avstraliya viza berishni ko'paytiradi. Sabab chunki yengillashyapti. Takji hozir vizalar ham chiqyapti. Shuning uchun British baza bitta bo'lgani uchun bular hamma davlatning bazasi cho'rniga kirsangiz, qanaqadir qora ro'yxatga kirib qolsangiz ham bitta bazaga tushadi. Viza olsangiz ham bitta bazaga tushadi. Shuning uchun mana shu narsa uchun harakat qilsa hozir bo'ladigan davr. Keyin yana bitta yangiligimiz bor. Buni Muhammad ukam bilan hozir buni как бы maslahatlashamiz marketing sohasida, target sohasida.
Bizda xudo xolasa yaqinda zo'r mehmonimiz kelyapti. Bu Amerikada biznes ochmoqchi bo'lganlarga murojaatim mani. Ya'ni biznes ochmoqchi bo'lganlarga Amerikadan biznes advokat, ya'ni yurist kelyaptilar. O'sha xudo xolasa otlarni sirlicha qoldiramiz, aytamiz. Shu kunlarga yaqin hozir hamma narsani planini ukam bilan o'ylab chiqqanimizdan keyin o'sha narsalarni yo'lga qo'yamiz. Va xudo xolasa konferensiya ham o'tkazish niyatimiz bor. Albatta sizlarni qo'llab-quvvatlashinglar bilan konferensiyalarni o'tkazsak bo'ladi xudo xolasa. Va endi kelinglar, sal-pal yengilliklardan bo'lishdim. Endi savol-javobga qaratamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Hamkorlik qilmoqchi bo'lganlar uchun nima maslahat berasiz? Abduqahharov Umarxon, agar siz biz bilan hamkorlik qilmoqchi bo'lsangiz, ofisimizga kelsangiz bo'ladi. Bahodir Abdullayev shotida va bemalol Bahodir Abdullayev bilan kelishilgan holatda takliflaringizni aytsangiz bo'ladi va ular ko'rib chiqishadi. Chunki Bahodir Abdullayev butun boshqaruv bo'limining boshlig'i sifatida hisoblanadi. Keyin savolim qaytarib yozib qolaman. Bimon B2 1 yillik vizasi bilan 15 kunga chiqib keldim. Viza muddati hali tugamadi. Yana chiqib kelsam bo'ladimi shu viza bilan? Agar viza muddati tugamagan bo'lsa, bemalol borib kelsangiz bo'ladi. Endi viza muddatingiz tugamaganiga qancha qolganiga qarab. Misol uchun 1 oydan kam qolgan bo'lsa, men maslahat bermayman. Agar 2 oydan ko'p bo'ladigan bo'lsa, bemalol chiqib kelavering. F1 viza berish to'xtatildi. Agar to'xtatilgan bo'lsa, qancha kutishimiz mumkin? Qaranglar, men F1 viza bo'yicha, ya'ni studentskiy vizani so'rabdilar. Studentskiy viza bo'yicha men bir narsani aytib o'taman. Zo'r men narsani o'ylab topdim. Bu imini studentlarga men kecha o'shani o'ylab chiqdim. Qaranglar. Birinchidan P2P programmasi bor studentlarning. Bu bir. P2P degani, ya'ni 2+2 degan narsalar bo'ladi. Bu Malayziya, Yevropa hamma o'qishlarda. Hozir agar vaqtinchalik qanaqadir viza berish F1 ning suhbatini yopgan bo'lsa, hech ham bunga xavotirga o'rin yo'q. Chunki nimaga? Sabab biza Amerikani bilasizlar, universitetlari bor, universitetlarning filiallari bor. Ya'ni bu Yevropada, O'zbekistonda ham bor, boshqa davlatda. Men maslahatim, misol uchun Yevropada Amerika universitetlariga topshirsa bo'ladi. Bemalol. Yevropadagi topshirib, borib o'tdi, 1 yil o'qib, keyin period qilib chiqib ketsa bo'ladi, yaxshi baholari bilan. Men nabrot xos studentlarga shu narsani maslahat beryapman. Siz undan ko'ra vaqt yo'qotmang deyapman. Yevropada Amerikani universitetiga nabrot shu bular filialda, chunki filialga topshiringlar, o'sha orqali chiqib ketinglar deyapman. Keyin yana bitta zo'r narsa, bizda Farg'onada ISTMA universitetimiz bor. Rigani universiteti IT Business Administration Managementli sohasi bo'yicha yo'naltirilgan yaxshi universitetlardan bittasi. Bu Farg'ona viloyatida bo'lgani uchun ham ko'p butun respublika unchalik bilmaydi bu narsani. Lekin o'sha yerga hozirgi momentda topshirsanglar bo'ladi. Nimaga? Bular chunki bu universitetda o'qib turib Amerikaga transfer chiqib ketsa ham bo'ladi bemalol, chunki bu xalqaro darajadagi universitet filial hisoblanadi. Bular xuddi Westminster, Singapurskiydagi urovingga ega universitetlardan bittasi. Shuning uchun ham bekorga men buni aytmayapman. Keyin даже yana nima maslahat bersam bo'ladi? Misol uchun, siz hozir universitetga kirib o'qiyotganingizdan keyin oddiy misol, mana o'zingiz yo'nalishingizda o'qib ham, universitetda o'qib ham yaxshi studentskiy konferensiyalar bor. Tot который F1 viza emasda B1 B2 beradi. O'sha viza bilan borib turib, I20 olib F1 ga o'sha yerga o'qishingizni ko'chirtirsangiz ham bo'ladi. Bu narsani ham ilojisi bor. Shuning uchun bu narsani ham hisobga olinglar. Tak что universitet yopildimi, bo'ldi, to'xtadimi deganga men misol uchun mana sizlarga yo'lni shunday ochib berdim. Bu narsani oddiy narsa, bu narsalar qilingan narsalar. Yuzaga oddiyroq universitetga kirib, u yerga borgandan so'ng top 20 da bo'lgan universitetga transfer qilsa bo'ladimi? Yo'q, avvalambor USA ga, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlariga universitetga topshirayotganingizda topga topshirganingiz yaxshi. Sabab nimaga? Chunki shu narsaga e'tibor bering, viza olish darajangiz ehtimolini ham ko'ring. Chunki topga kirilmagan universitetga topshirsangiz, viza olish daraja ehtimoli bo'lmaydi unaqa. Undan ko'ra topga kirgan darajaga topshirib turib, viza ehtimolini oshirish kerak. Green Card 2024 yutganlar hozirga nechinchi kes raqamlar chaqilyapti? Hozir 10 mingdan oshgan. Hali byulletenni ko'rmadim, uni 10 mingdan oshgan, 11 mingga borib qo'yapti, по-моему. Menimcha bu yil xudo xolasa, agar adashmasam, hali sentyabrgacha vaqt bor, где-то 12 mingchi kes ham ko'rsa kerak.
Hop, hozirga assalomu green cardda hop. Green cardda chiqib bora olmayman deganlar o'rniga borsa bo'ladimi? Yo'q, bu narsani iloji yo'q. Green cardda bitta odamga bitta fiksatsiya bilan beriladi. Ya'ni bitta sizga shu berildimi, yana shu sizga o'sha narsani to'g'rilab berishadi. Ya'ni u narsani o'zgartirib bo'lamiz. Hilol opa borib bo'lmaydi unday qilib. From Umurzakov yozibdilar. Xo'p, yana bitta yaxshi ma'lumotlarimdan biri, bitta narsani bilinglar. Mana shu o'zimizni ba'zi bir ko'pchilikni aytmayman, ba'zi bir odamlarga tushunmayman. Yaxshi yashamoqchisiz keladi, yaxshi pul topmoqchisiz keladi. Yaxshi borib o'zini aytaylik o'shani boshqa bir davlatga borib turib, o'sha davlatda o'zini rivojlantirmoqchisiz keladi. Biza shu narsaga yo'l ochdi. Ya'ni men Yevropada borib kelganimda, bu nafaqat Yevropa, Amerika, Kanadani ham hisobga oling. Yevropaga borib kelganimda men ko'rdimki, haqiqatan o'zini kasbiga ega odamlar, mana ishga bormoqchi bo'lganlarga maslahatim. O'zini kasbiga ega odamlar juda zo'r pul ishlayapti. Realni zo'r pul, даже oddiy Yevropani misol uchun oddiy davlatlarida ham, ya'ni chekka joylarda ham katta ishxonalar ularni ish bilan ta'minlagan va zo'r pul ishlashmoqda. Bu nimadan iborat? Bu kasbi bor odamlar, ya'ni hunari bor. Do'stlar, bir narsani bilinglar-da, hozirgi kunda men vizaviy spetsialistmanmi? Men hozir Yevropani kirdim. Mana Muhammad ukam meni zaminit qildi, endi men hozir uni zaminit qildim. Birga mana shunaqa almashayotganimizda biz anti ish qilamiz. Buni bilan nima demoqchiman? Men vizaviy spetsialistmanmi? Vizaviy spetsialist bo'lganimdan keyin men mana shu sohani bilsam, men daromad topaman. Agar shu sohani bilmasam, men daromad topa olmayman. Shuning uchun do'stlar, sizlarga maslahatim, kasb o'rganinglar. Internetda o'tirish yaxshi bu. Internetda o'tirdi deydi, Instagramda kirdi deydi. Yaxshi, no, bir narsa bor. Hayotda eng qimmatli narsa bu sizning vaqtingiz bo'ladi. O'sha telefon kuniga necha soat sizning vaqtingizni olib qo'yayotganini biling. Undan ko'ra kasb o'rganinglar. Mana bizda imенно men o'zimni reklama qilmayman, ya'ni tushunmaylar, shuni olib borib motivatsiya berib Ibrohim akam reklama qilyaptilar deb. Prosta men aytmoqchiman, bizda o'qish ochilgan. Qanaqa o'qish? Men sizga tushuntirib beraman, bir boshdan boshlab. O'qishimiz shundan iborat. Bizani Yevropada katta kompaniyalarimiz bor, juda katta. Ularga kerakli kasbchilar bor. Ya'ni bu zavod emas, sklad emas, oddiy zavod, skladga borsangiz necha pul topasiz? Borsa 1000 yevro, 1,5 yevroga hali ko'tarilsa bu katta gap. Aytaylik, u korxonalarda svarshi, elektrik, keyin avtobus voditelь, keyin shunga o'xshagan sohalari ko'p ish bilan ta'minlangan. Даже u korxonalar Germaniyada, Norvegiyada, любой Yevropa davlatida ishlatadi. Bu bizning partnyorlar. Shularga biz hozir vakansiya ochganmiz. Ya'ni vakansiya qanaqa? Bu migratsiya agentligi bilan hamkorlikda. Bizning hamkorlar O'zbekiston Respublikasi migratsiya agentligidan ro'yxatdan o'tyapti. Bu yerdan biz kadr yetkazdirib beryapmiz. Yetkazdirib bergan kadrimiz ham migratsiya agentligidan ro'yxatdan o'tiladi. Bu yerda hech qanaqa navbat, boshqa narsa kutmaysiz. Bu yerda navbatli narsa emas. Chunki определенный ishxonaga o'sha определенный kadr tayinlanadi. Siz migratsiya agentligidan ro'yxatdan o'tdingizmi, korxona ham o'tib bo'lgan bo'ladi. Bo'ldi, siz u yoqqa kelib turasiz, sizga приглашение chiqaradi. Viza olishingiz ham sizning ehtimoli juda yuqori bo'ladi. Nimaga? Chunki davlatning ruxsatnomasi bilan siz chiqib ketasiz. Va u yoqqa borganingizda siz qonun himoyasi ostida bo'lasiz. Da, tushunaman. Ko'pchilik aytish mumkin. Misol uchun, bir daqiqa. Alhamdulillah. Oy. Aytib bilsam, konditsionerni o'chirib olinglar, bolalar, вообще yo'q. Qaranglar, mana shu narsani men tushuntirib beraman sizlarga. Ko'pchilik o'ylashi mumkin, migratsiya agentligi mana topshirib qo'ydi, kutyapmiz, chiqmayapti. Do'stlar, sizlar bir xilda topshirayotgan bo'lsanglar, sizlar sezonniy, ya'ni mavsumiy ishga topshiryapsizlar. Mavsumiy ishda sprosi katta bo'ladi. Lekin sizlar kasb bo'yicha topshiringlar, unaqa kutiladigan narsa yo'q. Nafaqat migratsiya agentligida, balki boshqa joydan da kutasizlar nimani? Приглашение chiqishi bilan o'chirib olishni bo'ldi. Ro'yxatda turib qolib ketmaysizlar. Shuning uchun mana o'qishimizga ham marhamat, o'zingizning ustida ishlaylar, bemalol dog'oz kesinglar bo'ladi. Hozir skidkada olib qolinglar. Ertaga bu narsa rivojlanib ketadi. Hozir biz Slovakiya davlati bilan, Latviya davlati bilan, Serbiya davlati bilan, keyin Litva davlati bilan juda kuchli hamkorlikda ishlayapmiz.
Shuning uchun hozir mana yo'llarimiz ochilyapti. Hozir yaqin kunlarda yengillik bo'ladi. Hozir o'qishimizdan nabor ochuv. Yengillik chiqquncha ham kutmaylik, sabab nima? Shu joy to'lib qoladi. Sanoqli joylar qolyapti. Hozir o'shanda keyin уже o'qishimiz ham boshlanadi va biza u insonlarni уже полный vizasidan tortib hammasigacha yordam ham beramiz. Уже ishga qabul qilingandan keyin sertifikatini Yevrostandart holatida beramiz. Ya'ni Yevrostandart degani bu aytaylik butun dunyoga o'tadi. Chunki u yerda gerbiy bizani respublikani pechati ham turadi. Mana shu uchun shu o'qishga marhamat kelinglar, bemalol kelinglar, o'qinglar. Men даже shunaqa qildi, bizni kechki smen qo'yamiz, чтобы ertalab yoshi kattalar agar ishlasa, kechki smenda bemalol o'qoliydi. Nazariy, amaliy, ya'ni amaliyot ham, nazariyot ham bo'ladi u yerda. Даже bizda bitta faqat kasb o'rgatilmaydi. Rus tilini razgovorniysi plus Yevropami, Amerikami, Kanadami qatki u hozir o'qishimizni ixtisoslashgan bo'lsa, o'tda psixologiyasini ham o'rgatamiz. Nima mumkin, nima mumkin emas. Uje sizlar borib qiynalib o'tirmaysizlar, men bunday qilsam nima bo'lar ekan, bunday qilsam nima bo'lar ekan. Даже darsda men sizlarga o'taman, psixologiya darslarini o'zim ham borib o'taman, tushuntirib beraman hamma narsasini. Так что kelinglar, o'qishimizni hozirgi kunda biz turar joyi bilan qilib beryapmiz. Viloyatdan kelgan insonlar uchun, чтобы pulga tushmasligi uchun turar joyi bilan o'shanda oyiga, men sizga hozir aytaman, oyiga 7 million so'mdan aylanyapti 26 kunlik o'qish. Ya'ni o'qish har kuni turar joyi bilan 7 milliondan aylanyapti. Tak. Da oyiga 7 milliondan aylanyapti. 3 oylik o'qish. Da to'g'ri hisobladim, adashmasam, da 7 milliondan aylanyapti turar joyi bilan 3 oylik o'qishimiz. Turar joyi bilan. Bu zo'r. Plus hech qanaqa kelgan o'qishda imtihon topshirganingizdan keyin qanaqadir yana 2000, 3000, 4000 dollar rasxod qilmaysiz. Sabab nimaga? Chunki bitta narsani bilinglar, o'qish o'qidinglar, o'sha ish beruvchi keladi, sizlarni imtihon qilib oladi, sertifikatini oladi. To есть bizdan sertifikatni olasizlar, ish beruvchi o'sha qabul qilib oladi, sizlarga dokumentlarni chiqaradi. Sizlarda bo'sh ish beruvchi agar to'g'ri kelsanglar, elchixona pulinglarni ham to'lab beradi. Agar to'g'ri kelsanglar. Ilim bo'sh elchixona puli faqat shu rasxod bo'lishi mumkin. Qanaqadir hujjatlarni perevod edi. Всё. Zato sizlar kasbni bilib borasizlar. Xohlagan pulinglarni ham ishlasanglar bo'ladi. Shuning uchun do'stlar, bu narsaga marhamat, men o'ylayman, hech qayerda bunaqa imkoniyat yo'q. Yotoq joylarni ham biz shunday narsa bilan kelishganmizki, juda e'tiborli bilan, что professional darajada, что odam o'zini vaqtga o'qiyotganda ham o'zini yashayotgan joyini, hamma joyda sharoitlari bo'ladi. Biz u narsa bo'yicha videoni chiqazganmiz. Даже yotoq joylarigacha sharoitlariga qaraganmiz, чтобы kelganda mazza qilib o'qib, shu imonni motivatsiyasi bolani sinib qolmasin, o'sha kasb o'rgansin, mazza qilib mana 3 oylik birinchi darsimiz bor, 3 oylik darsimizda mazza qilib o'rganib, chotki o'rganib chiqsin. Mana shu. Shuning uchun do'stlar, men marhamat etaman. Yana Amerikaga kelsak, xudo xolisa mana advokatlarimiz kelyapti, amerikalik advokatlarimiz. Biz agar imkoni bo'lsa, men hozir yuzlanaman. Mana shu atmetka xitashimiz, agar yo'q deyishmasa, men Yevropa davlatidan agar o'xshasa, xudo xolisa, hozir oldindan va'da bermayman-u, planimni aytmoqchiman, o'xshasa Yevropa davlatini, AQSh davlatini, kelgan tashqi ishlar vazirligidan va migratsiya agentligidan taklifnoma sifatida mehmonlarni chaqirmoqchiman, чтобы billa bizni o'sha yerda полный qonun qoida bo'yicha tushuntirib berish yuzaga. Shuni hozir o'ylab chiqamiz. Shuning uchun do'stlar, sizlarni podдержка qilasizlar va o'ylayman, xudo xolasa hamma aytib o'tgan organizatsiyalar ham bizda agar shu narsamizni hozir o'xshat olsa, переговор ketyapti, поддержать qilishadi va xudo xolasa biz ham qo'ldan kelgancha shu yurtimizga bir tirikchilik qilish maqsadida ham qo'ygan bo'lsa ham manfaatimizga tegadigan, foydamizga tegadigan narsa bo'lishini umid qilib qolamiz. Shu mana shu narsa shunaqa bo'lsin. Biznesmenlarga, ish рабочий vizalarni olmoqchi bo'lganlarga, keyin mana shunaqa narsalarni o'tda konferensiyada ham o'tamiz. Bu nimaga yaxshi? Bu bizga misol uchun mana men hozir shu narsada nimaga o'qishni ochdim? Nimaga vizalarni har bittasini o'sha turlarini qarab chiqyapman? Sababki, что bir narsani bilinglar, men shu tarafdorimanki, nelegalizmni kamaytirish maqsadida. Ya'ni odam borib nelegal bo'lib qolmasdan. Hozir bilasizlar, nimaga hamma jahli chiqishi mumkin? Nimaga biz borib ishlasak, deport bo'lsa, pasportimizni olib qo'yadi? Nimaga bunaqa?
Do'stlar, Tanyani ikkinchi tarafini ham biladi. Bitta odam borib faqat o'zini o'ylab o'tdi, nelegal bo'lib ishlayversa borib, ertaga bunaqa odamlar soni ko'payib ketsa, bizga viza berish to'xtatiladi. Ya'ni bizga emas, xalqimizga umumiy aytganda. Bu sizlar bizga minus qilib qo'yasizlar. Shu maqsadda mana davlatimizni shu joylarni ham e'tiborga olib, to'g'ri ishlab, to'g'ri pul topinglar, to'g'ri mazza qilib yashanglar degan maqsadda qilinyapti. Bu siyosatni rivojlantirishlariga mana yurtboshimizga rahmat. Biz ham shu tarafdorimiz. Shuning uchun ham biz mana o'qishlarni ochib, давайте deymiz, biz ham mana shu narsaga birlashib, чтобы ertaga любой davlat do'stlar, любой davlat, ani bo'lmasa, ba'zi bir vizachilar chiqib mamnun qilsang viza olasan, to'g'ri odamni ham artist qilib posolstiga kirgizib yuborishmasdi. Zato to'g'ri maqsadda kirib viza olish ham yengil bo'ladi. Mana ko'rasizlar, 1 yil, 2 yil ichida shu gapimni eslaysizlar. Chunki ancha gap aytganman oldindan. Hammasi mana to'g'ri kelyapti. Hozir mana shu siyosatga ham birgalashib shu narsani amalga oshirsa, birgalashib nelegalizmlarni kamaytirsa, chotki hammasini hujjat taraflama qilib, hamma narsani как положено qilsa, 1 yil ichida ko'rasizlar, viza olish yanada ham yengillashib ketadi. Любой davlatniki. Shuning uchun men bu narsani bilganim uchun aytayapman. Tak что sizlar o'zingizlar qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Endi kelinglar, sal savolni ham yuklashizlaman. Ibrohim aka, sizlardan Kanada uchun ish viza topshirgan, приглашение qanchada kelib qolishi mumkin? Agar bizda Yevropa yoki Kanada yoki mashinaga o'xshash Amerika ish vizasi topshirgan bo'lsangiz, biz уже hamma hujjatlaringizni korxonalarga yuborib chiqqanmiz. Lekin korxonalar qachon javob beradi, buni biza men точно aniq ayta olmayman, chunki bilaman, частный korxona bu bugun ham bo'lib qolishi mumkin, ertaga ham bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun bitta определенный срок ayta olmayman. Sabab demakki, u korxonada ham o'ziga yarasha kadrlar bo'limi bor, xalqaro menejeri bor, misol uchun har bitta katta korxona. Ular ko'rib chiqadi, обработка qilib, keyin уже javob yozadi, o'ziga ma'qul kelgan holatda. Shuni ayta olaman. Xo'p, Abdulla Toshmatov aka, xarajat qancha bo'ldi vizaga topshirgancha? Abdulla Toshmatov, Abdulla Toshmatov, Kanada viza. Qanday kasb qilmaydi? Kasbimiz biz hozir elektrik bilan svarchikdan tayyorlaymiz. Elektrik va svarchik. Agar hozir elektrik svarchik gruppalarimizni to'g'ri olsa, undan keyin mexanik va medsestralar, ya'ni ayollarimiz uchun medsestra va enagalarni tayyorlashni boshlaymiz. Xudo xolisa. Faqat men birinchi gruppani to'g'ri olishimiz kerak. Ozgincha javob qolgan, buni ham ulguringlar. Assalomu alaykum aka, charchamasdan Norvegiyaga ketsa bo'ladimi? Uning uchun nima qilish kerak? Mana, любой joyga ketsangiz bo'ladi. Смотря sizning maqsadingizga qarab. Mana bilinglar, biz oddiy misol sport zaliga boramiz. Sport zaliga boramiz, maqsad nima? Chiroyli qaddi-qomat, hayot yo'limizni, sog'lom turmush tarzi. Siz ham boshqa davlatga bormoqchi bo'lsangiz, maqsadingizni bilishingiz kerak. Ishlagani bormoqchimisiz yoki aylanganimi? Agar ishlagani bormoqchi bo'lsangiz, o'sha qaysi sohada ishlamoqchiligingizni qarab, o'sha sohaga tayyorlanishingiz kerak siz. Meni maslahatim shu. O'shanda viza olishingiz ham oson bo'ladi, hammasi yengil bitadi. Keyin bir narsani aytib o'taman, iltimos. Mana shu prямой efirimda hozir kim ko'rayotgan bo'lsa, Waves Global'ni yuqorida turuvchi profillarini belgilab tashlaylar kommentda. Nimagaki bir narsani tushuninglar, Litvaga shuncha odam, mana men Yevropa gruppalarida ham gaplashamiz, hamkasblar ham bor, biz bilan bitta sohada ishlaydigan. Hamma bola Wavesda bitta narsani bilinglar, O'zbekistonning Waves Viziv Center rahbariyati sizlarni o'chirdinglar, $1000 dan $1,500 kerak bo'lsa olib kirib qo'yamiz deb sotilyapti. Endi bu o'sha kulgili. Nimaga men tushunardim, hakkerlar bo'lib, hakkerlar programmani to'g'rilasa. Nu как ko'zim yonida ham olib kirib berishyapti. Bu narsaga e'tibor beringlar. Endi to'g'ri tushunaman, hamma tirikchilik dedim, bu darajada bo'lmaylik, iltimos. Waves rahbariyati shu narsani, men seni ayblamayapman, shu narsalar bo'lyapti. Mo'sh qanaqadir qo'l ostinglar deyishchilar bo'layotgandir. Mo'sh boshqa odam qilayotgandir. Bilmayman, shu narsani qilishyapti, shu narsani hisobga olaylik, iltimos. Litva VNJga saytinglar 40 sekund yonib turib o'chyapti. Bu как bu narsa? Sizlar globalniy viziv sentrsiz, sizlar brandsizlar. Bu narsani iloji yo'q. Sizlarning nechta programmistlar bor? Qanaqa wunderkind bolalaringlar bor? Mana shu narsani hisobga olmasanglar, bu xafa bo'lmanglar, reputatsiyalarga futur yetkazilyapti, mana bitta korrupsiya bo'lyapti, qo'pol qilib aytganda, ochuchasiga. Shu narsani kim Litvaga, VNJga va undan tashqari ba'zi bir Waves viziv o'chirtlariga, mana shunaqa mendagi misol uchun vaziyatni ko'rayotgan bo'lsa, mana shu videoni tagida, ya'ni YouTube'ga o'tib, kommentda belgilab, men bu narsa haqida Instagramdan video chiqazganman, atmetga qilib tashlaylar. Waves
rahbariyatlari men o'ylaymanki bu narsani sizlar hech tushunmanglar, men sizlarga yolg'on bo'xton ham qilmoqchi emasman. Prosta vaziyatni nazoratga olinglar degan maqsadda men sizlarga shu narsani aytyapman. Mo'sh sizlar bilmasizlar. Mana shu narsani tushuninglar, chunki bu narsa ertaga o'zingizga minusga olib kelishi mumkin. Men do'stona sifatida aytyapman, bu narsani iltimos qilaman. Nazoratga olinglar. Bunaqa bo'lishi mumkin emas. $1,500 o'chirib bo'lsa, endi bu kulgili уже. Chunki bu narsa bo'ldi ham, buni holat bo'ldi ham. Даже odamlarning o'zi aytibdi bittasi chiqib. Xolisam erta olib kirib beraman. $1,500 so'rashyapti. Mendan dash so'raganlar bo'ldi. Men tushunaman, bu darajada emas endi. Kechirasizlar, sabab shu narsani yuqorida turuvchi organlarga ham murojaat qilmoqchiman. Mana shu narsani ham nazoratga olib beringlar, iltimos. Yuqorida turuvchi VFS rahbariyatiga ham shu birlashib, kerak bo'lsa mana bizning hukumat bilan birlashib shu narsani inobatga olib, shu narsani bartaraf etib beringlar. Chunki qancha odam bilinglar, bu narsaga misol uchun odamlar ishlagani ketmoqchimi, bu yerda xususiy bandlik agentliklarning ham narxi oshishga bo'lib qoladi. Nimaga sun'iy oshib qoladi? Sabab bular ham misol uchun o'chirib o'zi 1,500 bo'lsa, bechoralar nima qilishni bilmaydi, kerak bo'lsa xabarlar ham qiynalib qolyapti. Shu narsa menimcha bu bitta meni muammo emas, bu hammaning muammosi. Shuni hisobga olib, mana shu narsani yo'lga qo'yib beringlar. Amerika hukumatida shu narsa ya'ni bo'lganda, mana Amerikani men juda zo'r o'shanda qilgan ishlarini ko'rdim. Amerika hukumati butun hakkerlarni o'zini aytishliklarni ishga solib, mana shu narsani bartaraf etdi. Bilsanglar, karantindan oldin bir o'chirtlar sotilyotdi. Biz o'zimizni sotib olardik, bilasizlarmi? O'zimizni. Bitta o'chirt $300 edi. Oddiy o'chirt bu bo'lishi mumkin emas. Buni yaxshi mana Amerika hukumati tepaga bu narsa yetib bordi va bittada hal qilishdi. Men o'ylayman, sizlarda ham shunaqa kuch bor va sizlarning ham kam joyli yo'q. Birlashib, kerak bo'lsa mana bizning davlat idoralari bilan birlashib, mana shu narsani hisobga olib qo'yaylik. Iltimos qilaman sizlardan. Xo'p, endi yana savollarga savol bersam, green karta bo'yicha javob qaytarilmadi. Sizlar bilan shartnoma qilganmiz. Aka, Telegram necha kundan beri yozaman, o'qiysiz, javob qaytarmaysizlar. Охота и рыбалка. Sizga aytaman, qarang, agar mana sizga green karta bo'yicha Telegramdan agar javob bermayotganlar bo'lsa, bizga misol uchun qanaqadir shartnoma qilgan bo'lsangiz yoki o'sha qanaqadir uslugingiz tushgan bo'lsa, bir narsani aytib o'taman, do'g'ri orqasida raqamlar bor. Raqamlar bor, do'g'ri orqasida o'sha raqamlarga qilasiz. Bemalol qilib turib, aytsangiz telefonni ko'tarishadi. Ikkita raqam даже o'tda ko'rsatilgan. U 78 lik raqamimiz emas, bittasi shaxsiy Bahodir akam raqamlari, bittasi yana do'g'ri отдел raqami. Shunday telefon qiling, familiyangizni ayting, sразу уже joyida bog'lab berishadi. Agar qanaqadir misol uchun bog'lana olmayotgan bo'lsangiz, shuni men sizga aytib o'taman. Do'stlar, bizda даже mana hozir shu narsani rivojlantirganmiz. Bitta narsani biz bilan shartnoma tuzilgan, bu общий bazaga tushadi. Общий bazaga tushgandan keyin bizning tekshiruv bo'limi ham bor. Tekshiruv bo'limimiz har doim qilib chiqadi, har kuni определенный odamlarga ki o'sha spiska qilib olib. Ya'ni bu xodimlarimizning sifatini, ish sifatimizni oshirish maqsadida. Так что grant viza har doim aytaman, u sifatga ishlaydi. Biz har doim topshirsak, sifat bilan ishlashni yaxshi ko'ramiz. To'g'ri, yana bitta narsa aytmoqchiman. Ko'p gruppalarda ko'rdim. Ancha-muncha yolg'onlarni, ancha-munchani bilasizlar, shu darajada bo'lib ketibdiki, boshqa kompaniyalar o'zini ishchisi orqali ham yomonlattirib yuborayotgan ekan. Bu narsaga ham men e'tibor berdim. No, unaqa qilmanglar endi. Unaqa isqirt konkurensiya bo'lmasin, bo'lsa zo'r konkurensiya, ya'ni sog'lom raqobat qilinglar, rezultat bilan gaplashinglar, bo'ldi. Boshqa narsa iloji yo'q. Chunki nimaga? U xush kelmaydi. Ishoninglar, yaratgan ham xush kelmaydigan narsa bu. Pasport toza bo'lsa, viza istori bo'lmasa, viza qanday ta'siri bor? Endi siz qaysi viza toifasiga topshirmoqchisiz? Imini qaysi davlatga topshirmoqchisiz? Keyin siz o'zi personal informatsiyangiz qanaqa? Siz o'zingizni sohangiz qanaqa? Nima o'zingizdan ko'rsatib bera olasiz? O'shanga qaramay ayta olaman. Viza sizga tarix to'g'ri keladimi, viza tarix to'g'ri kelmaydimi? Shuni ham hisobga oling. Viza tarix har bitta narsa qilavermaydi. Uni o'zini etapi bor. Ba'zi bir odamlar bor, ularga viza tarix kerak emas, ular shundoq ham topshirsa bo'ladi. Ba'zi bir odamlar bor, ularga viza tarix qilish kerak bo'ladi, nimanidir isbotlash uchun. Ba'zi bir odamlar bor, ular isbotlash shart emas, viza tarixsiz ham topshirsa bo'ladi. Shu narsani ham hisobga oling. Assalomu alaykum. Iyul oyiga suhbat belgilandimi? Case 10500. 10500 belgilanishi kerak, chunki o'sha menda 10000-chilarni belgilashni boshlagan. Tashqi mehnat migratsiya bilan birga yoki aloqadan ba'zi bittami demoqchiman. Bizda bizani imенно klient bazamiz уже bitta bo'ladi, chunki ulardan ro'yxatdan o'tadi.
Ularning klient bazasi biz bilan bitta emas. Bizning klient baza ular bilan bitta bo'ladi yaqinda. Chunki biz mana o'qitamiz, bitiramiz, ulardan ro'yxatdan o'tkazamiz. Ularga ham alohida tashakkur etib qo'yaman. O'ta turuvchi, yuqori turuvchi lavozimdagi insonlarga ham rahmat. Shunchalik mana sharoit qilib berishayotganiga. Xo'p do'stlar, men o'ylayman qo'limdan kelgancha ma'lumotlarni berdim. Men 56 yoshdaman, bormoqchiman, hamshiraman. 56 yoshda hamshira bo'lsangiz, misol uchun o'zingizga xos, yoshingizga xos, agar hamshiralikka to'g'ri kelsangiz, hamshiralikka yoki-da o'shanga qarab qilamiz. Shuning uchun do'stlar, bir narsa aytmoqchiman, o'ylayman ko'p savollarga javob bera oldim va endi soat ham 9:05 bo'libdi. Va bir narsani bilinglar, bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Xayrlashimdan oldin bir narsani aytib o'taman. Yaponiya Shengen hozir bizda skidkada bemalol kelib murojaat qilsanglar bo'ladi. Telefon raqamlarimiz bor, aytib o'taman. 78lik 113 99 55 va Telegram raqamlarimiz 90lik 991 34 44. Va bugungi mavzu juda qiziq bo'ldi deb o'ylayman. Shuning uchun bir narsani aytmoqchiman. Do'stlar, obuna bo'linglar, like ta'minlaylik. Hozirgi men olib chiqqan mavzularimni ham kim ko'rsa, hozir ko'ra olmagan bo'lsa ham undan ham keyin ko'rsa, juda bir narsani bilinglar, что поддержка qilmoqchi bo'lsanglar, muammo bitta bo'lsa, отметкаlar qilib kommentlarni bong'illatamiz. Keyin viza bermaydi. O'zbekistonning katta neft kompaniya rahbariga bermadi. Endi O'zbekistonning katta neft rahbarimiz agar kirayotganlarda anketada xato qilgan bo'lsalar, u narsani tushuning, u narsa bermaydi. Dash kerak bo'lsa, qanaqadir aytaylik, yuqori turuvchilik bo'lgan odam anketada xato qilib tursa, Amerika bermaydi. Shuning uchun anketa to'g'izayotganda ham e'tibor beringlar, chiroyli to'g'izinglar. Mana shu narsani hisobga olinglar. DS160 ham bu birinchi sizni viza olishingizga imkoniyat yaratuvchi narsadan bittasi, global narsalardan bittasi bo'ladi. Undan keyin suhbat, undan keyin sizni kelib chiqishingiz, mana 3 ta faktor. Так что do'stlar, o'ylayman hamma narsalarim как бы inobatga olgan holatda sizlarga yoqdi va xudo xolasa yana prямой efirda ko'rishguncha deb qolaman. Hammaga rahmat. Grant Visa sizlarni yaxshi ko'radi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.